Shirk faqatgina Allohdan o'zgasiga ibodat qilish emas. Shirkning juda ko'p turlari bor va oramizda ba'zilar esa ushbu shirklarni juda ham ko'p qilishadi. Shirk o'zi eng katta gunoh va u kechirilmaydi. Xo'sh, shirkning qanday turlari bor? Aslida shifoni ham dardni ham Alloh beradi. Lekin ko'pchiligimiz nimadir yeganimizdan keyin qornimiz og'risa, biz shu narsani yegan edim, shuning uchun qornimiz og'riyapti deymiz. Ha, bu ham shirk. Axir og'riqni, ya'ni dardni faqatgina Alloh beruvchi-ku. Va yana bir dori yesak, dorilar ta'sirida tuzaldim, og'rimay qoldi deymiz. Lekin dardni bergan Allohning o'zigina faqat shifoni beradi-ku. Yana bir misol, o'zimizning milliy an'analarimizdan ko'pchilik sumalakka tosh tashlaydi. Uni esa oddiy tashlamaydilar. Yosh bolalarga tilak bildirib tashlashni aytadilar. Nega biz o niyatlarimizni Allohdan emas, qandaydir oddiy toshdan va sumalakdan so'ramaymiz? Ha, shu ham shirk va aynan shu shirkni kattalar bolalarga o'rgatadilar. Ha, shularning barchasi shirk. Ko'ryapsizmi, qandaydir oddiy amallar ham oddiy narsa emas. Siz qandaydir oddiy ilmlarga ishonib Allohga shirk keltirib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin.